Leksimiz davamlaştırımız hürmetli vatandaşım. Şangan müstakillikçileriga zarbi berish uchun Qonun chiqarish komitetining saylomiga qatnashadigan kishilar Şangan Jungoning zemini deyish kerak deyildi. Mavzuli xabar 7-ayning 14-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Hazır her bir adamni Şinjan Uyghur Abdunum rayonida Şinjan azaldan tatib Jungoning zemini degizgandek bugün endi Şangan azaldan tatib Jungoning zemini degizish orqali bularga shart qo'yib, qonun chiqarish komiteti saylama qatnashish huquqini shuni oldingi shart asli qatnashishga ma'qul demoqchi bo'ldi. Bu orqali Şanganning mustaqilchilarga zarb bermoqchi bo'ldi. Şangan qonun chiqarish komiteti saylamiga nomzod ko'rish 16-kuni boshlanadi. Şangan müstakilligini tashabbus qildigan va Şanganning o'z taqdirini o'zi belgilash tashabbus qildigan bir qancha siyosiy partiyalar saylam qatnashmoqchi bo'ldi. Saylam komiteti yana o'rinlashtirishni ko'tarib chiqib, saylam qatnashadigan kishilarning nomzod ko'rsatilganda jadval to'ldiradigan chaqda qo'shimcha bayonot e'lon qilishi, ya'ni Şanganning negizli qonunni himoya qiladiganligi, Şangan ma'muriy hukumatiga sodiq bo'ladiganligi, jumladan Şangan Jungoning ayrilmas bir qismi degan siyosiy hukmni tushunishi va himoya qilish shartligi talab qilindi. Undaq bo'lmaydi ekan saylam qatnashmoqchi bo'lgan kishi inovatlik nomzod qilib ko'rsatilmaydi ekan. Bu yil 2-oyda qonun chiqarish komitetiga to'liqlab saylami qatnashgan Nadibizmchi Demokratiya frontining boshlig'i Liang Tianchi tashviqot varaqlariga o'z taqdirini o'zi belgilash istiqboli degan shuarlarni yozgan edi. Saylam boshqarmasi negizli qonun qarshi bo'lib qoldi deganni bahona qilib, Liang Tianchining saylam qatnashini rad qilgan edi 2-oyda. Bu albatta siyosiy senzor deb atalgan edi. Şangan Millatchilar Partiyasi mundaq ko'rsatdi. Imzo qo'ysaqmi, Şangan mustaqilligi e'tiqodimizni yana davomli targ'ib qilamiz. Agar saylam komiteti buni bahona qilib, saylamga qatnashish salohiyatimizni bekor qiladigan bo'lsa, siyosiy oqibatga saylam komiteti o'zi mas'ul bo'lishi kerak. Demak, sen bu yerda ziddiyatni bu mustaqilchilar paydo qilayotgani yo'q, bular siyosiy partiya sifatida faoliyat qilyapti. Hozir ziddiyatni saylam komiteti, Şangandagi saylam komiteti paydo qilyapti. Bu saylam komiteti 9-oyda o'tkazildigan qonun chiqarish komitetini saylash komiteti bu ziddiyatni o'zi paydo qilyapti. Shuning bu yerda bu siyosiy partiyalar, mustaqil siyosiy partiyalar nima deydi? Sen shunday qiladigan bo'lsang, oqibatdagi siyosiy oqibatga o'zing mas'ul bo'lasan dedi. Agar qonun ijro qilish organlari bizni xatolik o'tkazdi deb ko'rsatadigan bo'lsa, bizning partiyamiz ular bilan adoqchi elishidi. Liang Tianchi mundaq ko'rsatdi. Bizning siyosiy e'tiqodimiz o'zgarmadi. Şangan mustaqilligini o'xshashda qo'llaymiz va tashabbus qilamiz. Agar saylam munbiri yoki parlament ichida bu masalalar to'g'risida fikr bayon qilishga to'g'ri kelsa, men o'xshashla yana mundaq javob beraman. Negizli qonunga xalq huquq berilmagan. Negizli qonunda xalq huquq berilmagan. Şanganda az bo'lmagan kishilar Şangangning mustaqilligini qo'g'daydi. Şanganda az bo'lmagan kishilar Şangangning mustaqilligini qo'g'daydi. Men ularga mas'ul bo'laman dedi. Bu qatam saylamga qatnashmoqchi bo'layotgan Liang Tianchi efendi. Şangan demek hozir yana açı yo'lga kelib qoldi. Nurg'ulg'an siyosiy partiyalar biz o'tgan yillikimizni sizlarga so'zildik. Ularning hammasi jamiyati ioni yig'ib saylam qatnashchi allaqachon tayyorlik qilib bo'ldi. Endi bugun Jungo hukumatining Şangandagi ma'muriyat organi nima dedi?